Assalomu alaykum. Bugun bizada Xudo xohlasa podkast, anchadan beri rejalashtirib yurgan podkastimizni bugun boshladik. Bular bizning sinfdosh Og'abek. Biz 7 yil birga o'qiganmiz bitta maktabda, lekin bu podkast bu safar, ya'ni sinfdoshlik haqida bo'lmaydi. Bularning kasblari haqida bo'ladi. Ya'ni 4 yildan beri, 4 yildan oshiq muddatdan beri uy-joy oldi sotish bilan shug'ullanadilar va o'sha auditoriyadan kelayotgan savollar bor. O'sha savollarni olib chiqib, shu bitta podkast reja qilib, bitta podkastning o'zida yarim soat, 1 soat vaqtda biza Xudo xohlasa o'sha savollarni berib, aniqlashtirish uchun Xudo xohlasa bu podkastni boshladik. Birinchi tanishtirishdan boshlaymiz. Og'abek, ozgina auditoriya uchun qisqacha tanishtirishimiz kerak o'zimizni. Men ismim Og'abek. 4 yildan oshiq vaqtdan beri shu sohada ishlayman. Meroshoh sinfdoshim bilan ish boshlaganimda xabar berdim. Profilimni yurgizib berishga taklif qildi. Mana nasib qildi, bugun podkastga keldik. Zo'r. O'zi anaqadan to'rtdan-to'rt savollar bilan boshlaymiz. O'zi birinchi savolimiz bor ekan. Savolimiz realtorlikka kelishingizdan oldin hayot qanaqa edi? Realtorlikka bu narsani hayotimga keltirmaganman. O'z planda ham bo'lmagan bu narsalar. Birinchi mana bu yoshlikdagi orzu bo'ladi-ku. Shu vayinni sohaga rosa qiziqqanman yoshligimda. Keyin taqdir taqozosi bilan vayinni sohasiga kirib chiqdim hisobda. Lekin men o'ylaganchalik unaqa emotsiyali joy emas ekan. Nima desam, men plandagi, ya'ni orzuyimdagi planlarim o'xshamas ekan bu yoqda. Chunki beradigan olinadigan oylik oilamdan yoki o'zimdan ortmaydi. Shuning uchun meni yuqoriga qo'ygan maqsadlarim juda yuqori edi. O'shanga erishish uchun men yana boshqa yo'llarni qidirib ko'rdim. Vayinlikdan chiqib ya'ni. Vayinlikdan chiqdim. Bu yoqda ishlab ko'rdim. O'z kuchim bilan kirdim, ishlab ko'rdim. Armon bo'lib qolmadi, eng muhimi. Zo'r. Hayotingizdagi eng og'ir qaror qaysi bo'lgan degan savol bor ekan. Eng og'ir qaror. Bu savollarimiz qiyin ekan. Xo'p, eng og'ir qaror, ya'ni oilammi, ya'ni ota-onammi, ularni belgilagan chizig'i bo'ladi-ku. O'sha bo'yicha ketish bitta qaror. Ikkinchi qaror o'zim xohlagan yo'nalishda ketish bo'lgan. Ya'ni uydagilarni qarori o'qishga kirasan, o'qiysan, ishga kirasan, mana shunaqa bo'lgan. Ular qarori. Ya'ni birinchi o'qish topshirish bo'lgan menda. Birinchi marta topshirganman. Uydagilarni ya'ni xohishiga qarab, ya'ni ularning ko'nglini qoldirmasa o'qish topshirganman, kira olmaganman. Undan keyin harbiy xizmatga ketganman. 1 yil xizmat o'tab kelganman. Yana o'qish topshirgan mayli, shular ko'ngillari uchun topshirgan. Unda ham kira olmagan, nasib qilmagan ekan. Keyin ishlab har xil holatlar bo'lgan. Masalan, bir etap o'sib kelish bo'ladi-ku. O'shanda odamlar uyda ham ishlaganmiz, mardikorlik ham qilganmiz. Undan keyin prorablik sohasiga o'tganmiz. Keyin qiziqish sohasida qiziqish bo'lib, realtorlik sohasiga kirib ketganman. O'sha etaplardan keyin. Lekin o'z ishimdan mamnunman. Xursandman. Endi shu hamma narsaning hikmati bor deydi. Shunaqa narsa bo'lganda. Zo'r. Pul yo'q, ishonch yo'q paytlar bo'lganmi? Bunaqa paytlardan qanaqa chiqqansiz? Pul yo'q. U holat ko'p bo'lgan menda. Bu tabiiy holat. Har bitta yigit kishining boshida bor narsa bular. Pul yo'q paytida muhimi stressni, eng birinchi stress yengish kerak. Stress yengsagina keyin qolgan planlarda, qolgan yo'llarga ketsa bo'ladi. Eng muhimi stress yengish kerak, keyin ishonch so'ndirmaslik kerak. Faqat harakatda davom etish kerak. Harakat bo'lsa, hamma vaziyatdan chiqsa bo'ladi. Zo'r. Endi shunaqa hozir ko'pchilik pul yo'q payti o'sha etapda qolib ketadi-da. Pul yo'q deydi, o'sha hayot tugadi degan narsa. Endi hozir ko'pchilikka qiziq, pul yo'qligi emas, o'zi qanaqa qilib chiqish qiziqda, chunki ko'p yoshlarda bor holat, menimcha ko'p realtorlarda ham bor holat bo'lsa kerak. Nima uchun? Mana pul budjet tugadimi, maksimal masalan boshqa sohani sinab ko'rgisi keladi. Realtorlarda ham bor deb o'ylayman. Shunaqa, bor. U ko'pchilik insonda bor narsa. To'liq realtorlarda ko'pchilik insonda u pul tugadi, bo'ldi, hayot tugadi degani emas. Harakat qilsa, har bitta vaziyatdan chiqib ketsa bo'ladi. Muhimi harakat. Oldinga qo'yilgan maqsad, o'shanga qarab intilsa, shunga qarab harakat qilinsa, hamma vaziyatdan chiqsa bo'ladi. Bu vaqtinchalik. U pul yo'qligi, qolgan hamma narsa vaqtinchalik. Eng muhimi pul bo'lgan paytda
maqsadni to'g'ri yo'naltirib bilish kerak, pulni to'g'ri yo'naltirib bilish kerak. Demak, bu уже realtorlarga ham ancha aloqador narsa. Shunaqa. Realtorlikdan oldin hayotdagi xatolarga nima degan bo'lardingiz? O'zi bu realtorlikdan oldin xatolar bo'lganmi hayotda? Bo'lgan, har xil xatolar bo'lgan. Chunki qaror qabul qilishda xatolar bo'lgan. Nima desam bo'ladi? Soha tanlashda xatolar bo'lgan. Umumiy muhimi shoshib qo'ymaslik kerak. Qarorni to'g'ri qabul qilish kerak. Endi o'zi qaror qabul qilishda ham e'tibor beriladigan narsalar bor-da. Hamma ham bitta sohani tanlab, o'sha soha bo'yicha ketmaydi-da. Misol uchun qaror qabul qilishda ham qaysidir sohaga kirib ko'radi, o'rganib ko'radi. U men uchun emas ekan deydi-da, chiqadi, yana boshqa sohaga. Endi o'zini o'zi topguncha demoqchiman. Shunaqa. Soha almashtiradi. Shunday. Birinchi o'zini topib olish kerak. Eng muhimi, birinchi inson o'zini topib olish kerak. Ya'ni undan keyin o'zini topgandan keyin ishlarni yo'lga qo'ysa bo'ladi. O'zini topish deganda o'zi nima nazarda tutiladi-da? O'zi ko'pchilikka ham qiziq bu. O'zini topish aynan nima? Nima qilsa o'zini topadi odam? U nimani xohlayotganini o'zi bilish kerak oldin. Nimani xohlayapti? O'shani hayotdan o'zini topib olsa, oldiga qo'yadigan maqsadlar, ya'ni kelajakka qo'yadigan maqsadlarni bilib olsa, nima xohlayotganini bilib olsa, ana undan keyin qaror qabul qilsa bo'ladi. Ko'pchilik yoshlar qaror qabul qilishda qo'rqadi. Ayrim yoshlar bor, bitta ishga kirdi deylik yoki misollar qilasizda, davlat xodimi bo'lib kirdi deylikda, u yoqda ish unchalik o'xshamadi. Lekin ayrimlar o'ylaydiki, hozir bu yoqdan chiqib ketsam, o'sha meni ishlarim to'xtaydi, yasholmayman, ish topolmayman degan fikrlar bo'ladi. Yo'q, unaqa emas. Tavakkal qilish kerak, chiqish kerak, o'zi xohlagan, o'zi sevgan ishni qilish kerak. Demak, o'sha qaysi sohadan o'zimni topdim desa, o'shani yaxshi ko'rish kerak ekan. Masalan, yaxshi ko'rmagan ishni qilmaslik kerak. Yo'q. Yaxshi ko'rgan ishini qilsa, u dalcha u ishi o'sadi. O'zi sevgan ishni qilish kerak. Odamlar haqida noto'g'ri o'ylaydigan fikrlar bormi? O'zi qanaqadir masalan ko'chadan endi u qarindoshlar bo'lishi mumkin yoki birinchi marta ko'rgan odamlar, o'zi masalan ba'zilar tabiatan xushchaqchaq bo'ladi-da. Misol uchun anaqada birinchi marta ko'rishda qanaqadir og'ir, vazmin bo'lib ko'rinadi. Shunaqa holatlar bormi? Bo'lgan. Masalan, ko'pchilik tashqi ko'rinishga qarab baho beradi-ku. Bu narsa xato narsa. Chunki jiddiy ko'ringan insonni ichida qanaqa his-tuyg'ular bor bilib bo'lmaydi. Masalan, men ham ko'rgan insonlar, aksariyat insonlar juda seriozli, jiddiy inson deb o'ylaydi, lekin men tabiatim boshqacha. Men xushchaqchaq, kim qanaqa gapirsa, o'shanga qarab, kayfiyatiga qarab, ko'ngliga qarab gaplashib ketaveraman. Ko'pchilik shu joylardan nima deydi, sal distansiya saqlab, bu sal seriozliga o'xshaydi, sal jiddiyroq, qo'polga o'xshaydi deb ko'rinaman, shunaqa deb o'ylashadi. Sizni realtorlikdan qaytarmoqchi bo'lgan odamlar bo'lganmi? Hayotda? Bo'lgan. Boshida ishim boshlagan paytimda, chunki oldin marketingdan chiqib kelganman, prorablik boshlaganman, yana odam ishlatib, har xil ishlar bo'lgan-ku. O'shanda atrofimdagilar ishonmagan menga. Qo'y undan keyin nima qilasan, o'zingni ishingni qil deyishgan. O'shanaqa vaziyatlar bo'lgan. Masalan, nima qilasan bunga, qo'lingdan kelmaydigan narsa-ku deyishganda. Aksariyat odamlar shunaqa degan. Lekin men o'zim maqsadim bor. O'shanga qarab harakat qilganman. O'sha insonlarning o'sha gapi ham menga ancha motivatsiya bo'lgan. Chunki shu insonlar shunaqa deyapti, men harakat qilishim kerak. Buni ko'rsatib qo'yish kerak. Nimaga, qanaqa o'sishimni. Demak, uy-joy o'zi temasi yangi emas ekanda? Yo'q, yangi emas. Chunki oldindan shu jarayonda yurganman. Masalan, uylarni remont qildirish yoki uylarga qanaqadir mahsulotlar yetkazib berish, bularni hammasini shu boshdan bilib bo'lganman. Keyinchalik bu sohaga o'tib ketganman. Chunki qaysi uy qanaqa remont qilinadi, qaysi lokatsiyalar yaxshi, hammasi o'sha paytdan bilib bo'lganman-da. Shu ish bu realtorlik sohasini boshlamasdan oldin bilib bo'lganman. Zo'r. Oddiy bir kuningiz qanaqa o'tadi? Oddiy bir kunim ertalabki vaqtli turib, ya'ni men o'zim uchun, sog'ligim uchun zalga borib, trenajyorniy zalga borib, o'zim uchun ishlab, ertalabki shu kunlik rejalarim bo'ladi. Sog'ligim uchun eng muhimi ovqatlanishga qarayman birinchi, keyin o'sha ishlarim davomida nima desam, mijozlarim bilan strechalarim bo'ladi, ular bilan переговорlarim shu dalcha ketaveradi kechgacha. Lekin kechroq uxlayman, lekin ertalab vaqtli turishga harakat qilaman. Zo'r. Buni hammada har xillar shunaqa reja.
Oilangiz bu kasbga qanaqa qaraydi o'zi? O'zi ko'pchilik endi realtorlarni o'zi ko'rganman. Mana makler deb biladi o'zi birinchi realtor bilan maklerni birinchi farqini bilib olaylik. Men o'zim uchun ham qiziq. Men masalan o'zim shu paytgacha realtor bilan maklerni bitta odam deb o'ylaganman, lekin qanaqadir fikrim o'zgardi-da. Realtor deganda realtor polni mukammal bo'ladi. Ya'ni dokumentalniy sohasida hamma yo'nalishda mukammal bo'ladi. Masalan, men o'zim yuristlarim bor. Har qanaqasiga yo'llarim borda, dokumentalniy sohasida, boshqa sohada menda hamma ba'zan bor, yetarli. Makler desa, bu makler prosta keladi. Endi men maklerlarni anaqa ajratmoqchi emasman. Keladi bir martalik, prosta pulini olsa ketsa bo'ldi. U dalshi ishlashdan haq qilmaydi ular. Soprovождение yo'qda? Yo'q. Realtorlarda soprovождение ham bo'ladi, qanchadir. Bizda dalshi, masalan, sizni klientni hisoblasam, men sizni ishingizni chiroyli bitirib berishga harakat qilaman. Siz menga dalshi o'shanda murojaat qilasizda. Men shunga harakat qilaman. Dalshi ishlashga. Shuning uchun hamma dokumentalniyni men o'zim bo'ynimga olaman. Masalan, oldi sotdida, oldi berdi bo'layotgan joylarda polniy yuristlar bilan, boshqa notariuslar borganda polniy pul sanaydigan apparatlari bormi, boshqasi dokumentlari bormi, hammasini o'zim hal qilib beraman. Faqat mijozlar ikki tomon mijoz ham shunda notariusga kelib pulini oladi, bu uyni qabul qiladi, ketadi bo'ldi. Men qolgan hammasini o'zim tayyorlab beraman. Maklerda unaqa emas-da. Makler deganda o'sha Chilonzordagi turadigan. Tag shunaqa desa ham bo'ladi. Makler shu ish bitdimi bo'ldi, pulni oladi, ketadi bo'ldi. Qolgan ishi yo'q ularning. Demak, realtorlarda risk bor ekanda. Bor, risk bor. Chunki biz javobgarmiz u narsaga. Men sizga olib berayotgan joyimga javobgarman. U joy lokatsiyasiga qaraymiz. Masalan, sizni anaqangizga qarab, talabingizga qarab men joylarni o'rganib beraman. Siz xohlagan narsani men topib beraman. Siz kayfiyatingizga qarab qayoqdagi bo'lmay o'r joylarni taklif qilavermayman. Sizni dunyoyingizdan kelib chiqib, joyini taklif qilib, o'shanga qarab ishlayman men. Polniy hamma narsasi. Lokatsiyasi, dokumentalniy boshqa hammasiga. Zo'r. Endi men o'zim uchun ham endi plyusini qildim. Fikringiz aniq bo'ldi-da. Bo'ldi. Endi shu oila masalasida, endi hammada har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Sizda oila qanaqa qaraydi bu kasbga? Bu kasbga meni qarorim eng muhimi qo'llab-quvvatlashadi. Atrofdagilar ishonmaganda ham oilam, eng birinchi oilam qo'llab-quvvatlaydi. Qanaqa qaror qabul qilishimdan qat'iy nazar. Bu sohani boshlagan paytimda ham hech kim hech qanaqa to'sqinlik qilmagan. Duo qilib, ota-onam duo qilib, ishimga shu baraka tilab, rivoj tilab turishgan. Qarshilik qilishmagan. Endi boshida bo'ladi-da bunaqa holatlar, masalan, qilmayman, misol uchun boshqa ish bo'lgani ma'qul deb. Menimcha shu boshlanishda bo'ladi. Hozir bo'lmasligi tabiiy bo'ladi. Endi shu hammani endi kasbni o'zgartirayotgan paytda, realtorlikka o'tayotgan paytda yoki deylik maklerlikka o'tayotgan paytda shunaqa holat bo'lishi mumkin-da. Yo'q, menda unaqa narsa bo'lmagan. Meni qarorimni qo'llab-quvvatlashgan. Muhim-da, to'g'rimi? Da. Eng muhimi shu, oilangiz qo'llab-quvvatlasa, siz dashi o'sasiz. Agar hech kim sizga ishonmasa, o'zingizga ham ishonchingiz qolmaydi, atrofdagilar ishonmasa. Eng muhimi oila. Oxirgi marta qachon charchab, bo'ldi, realtorlikni tashlayman degan paytingiz? Bu holat 1-2 marotaba bo'lgan. 1 yildan oshib ketdi bu holatga tushganimga. Nimaga deganda, chunki har xil vaziyatlar bo'lgan. Klientlar kelgan, ketgan, ketgan. 1 oy, 1,5 oy, 2 oy daji anaqa ishlarim o'xshamay qolgan. O'sha paytda ichimdan nimadir kelgan, to'xtat bo'ldi, boshqa yo'nalishga o't degan. Lekin men o'shanda ham qo'yilgan maqsad bilan zinaga chiqib borasiz-ku, tepaga qo'ygan maqsadingiz bo'ladi. Zinaga chiqqan sari har xil sinovlar kelaveradi. Men shu sinovlarni yengib o'sha maqsadga qarab intilganman. Ya'ni kelajagimni, ya'ni oilamni yaxshi yashash uchun, o'shanga qarab harakat qilish uchun men bu sohani to'xtatmaslikka harakat qilganman. Ya'ni o'sha ko'pchilik tanib bo'lgan meni. Ko'p insonlar tanigan. Tashab ketsam, keyin u insonlar ham baribir menga qayta aloqaga chiqadi-ku. Keyin ularni ham adkaz qilish poyga unchalik anaqa emas. To'g'ri bo'lmagan. Demak, shu pulsizlik paytlar, mana ish o'xshamagan paytlar bo'ladimi realtorlik hayotda? Bo'ladi. Bu holat juda ko'p bo'lmaydi. Endi hammani ishlashiga bog'liq, hammaning tabiatiga bog'liq. Menda ham bo'lgan. Realtorlik sohasida 1 oylab, 1,5 oy, shu 1,5 oylar atrofida pulsiz yurgan vaqtlarim ham bo'lgan. Ishlarim o'xshamasdan, misol orqaga ketib qolgan yoki
qanaqadir bozorda savdo tushib ketgan paytlari bo'ladi-ku. Mana shu paytlar bo'lgan. Mana holatlar ora-orada bo'lib turadi. Lekin o'shanda ham faqat harakat qilingan. Zo'r. Pul siz uchun nima? Pul hozirgi paytda hamma narsa desa ham bo'ladi. Chunki pulingiz bo'lsa, yaxshi kiyina olasiz, yaxshi yeb icha olasiz. Oilangizga mana qilsa nima deydi, xohishlarni qondira olasiz. Hozirgi paytda hamma narsa bo'lib qoldi. Ilgari unaqa emas edi. Ilgari vaqtlarda unaqa emas. Hozirgi paytda hamma narsa bo'lib qoldi pul. Zo'r. Sizning hayotingizda intizomda ushlab turadigan narsa nima? Intizomda ushlab turadigan. Xo'p, men birinchi intizomda ushlab turadigan ota-onam, ya'ni menga bo'lgan ishonchlari, menga qiladigan nasihatlari. Keyin men odamlarni kuttirish yoqtirmayman. Men kutayotganlarni kuttirish yoqtirmayman. O'sha aytgan vaqtimda yetib borishga harakat qilaman. Ya'ni kimlardir kuttirib qo'yish bu yaxshi ish emas. Men hamma narsani o'z vaqtida qilishni yaxshi ko'raman. O'shuning uchun shunga harakat qilaman men. Sizni kuttiradigan vaziyatlar bo'lganmi? Agar yeltirib kutardi. Bo'lgan. Bunaqa holatlar ko'p bo'lib turadi. Kutadi, bu yoq deydi. Lekin o'z vaqtdan oldin yetib keladigan mijozlarimiz ham ko'p. Ayrim insonlar bor, endi nima deydi? Ularning tabiatiga bog'liq endi, masalan. Eng yomon mijoz kim bo'lgan? Ismini aytish shart emas. U eng yomon mijoz juda ko'p bo'lmagan, lekin bo'lgan. Kelishuvni buzgan, masalan, men bilan qanaqadir kelishuv bo'ladi-ku, oldi berdim saqla. O'shalarni buzgan klientlarimiz bo'lgan. Nima desam? Men yomon insonlar har xil insonlar bo'ladi. Hamma insonlar har xil narsa kutsangiz bo'ladi. Zo'r. Muvaffaqiyatsiz bitimlar ham bo'lib turadimi? Bo'ladi. Nima desam? Muvaffaqiyatsiz bitimlarda biz uy sotgan paytimizda uy egasi bizning xizmatimiz berish kerak bo'ladi-ku. O'sha joylarda muvaffaqiyatsizliklar bo'lib qoladi, masalan. Ya'ni unaqa holat ko'p bo'lmagan. Ora-orada bir ikki vaziyatlar bo'lib qolgan. Yaqinda ham bitta shogirdimizda shunaqa vaziyat bo'ldi. Mijozini xohlagan narsasini qilib berdi. Daveriya qilib mijozni ham, uy egasini ham yolg'iz tashlab ketgan. Yani vaziyat taqozo qilib qo'ygandi. Ketgan. Keyin oradan bir kun vaqt o'tgandan keyin uje mijoz u joyini qabul qilib bo'lgan. Qabul qilgandan keyin uje bo'ldi, men seni xizmating, men seni qila olmayman, pulingni bera olmayman degan. Yani bu muvaffaqiyatsizlikda. Lekin kelishuv bo'lgan. Kelishuv oxirida men seni bera olmayman degan. O'shanaqa holatlarda endi o'zimiz harakat qilib gaplashib qilib berganmiz. Bolalarni o'sha pulini olib, xizmatini olib berganmiz. Endi oxirigacha turmading degan ma'noda. Turadi holatlar. Yana qanaqadir shunaqa qiziqarli holatlar bo'lib turadimi o'zi? Bo'lib turadi. Masalan, notariusga borgan paytda bo'ladi. Hamma yo'q, ikki tomon ham kelishgan, borgan, qanaqadir to'lovlari bo'lib qoladi-ku, masalan, notariusda yoki nalog tomonlama, nimadir muammolar bo'lib, shunaqa joylarda ishlarimiz buzilib ketgan vaqtlar ham bo'lgan. Bunaqa holat ham bo'lib turadi. Yo'q, o'sha hamma ish pishdi. Va notariusga borildi. Notariusga borildi, notariusdan o'sha qaytib ketilgan holatlar bo'lib qolgan. Bo'lmasa o'sha pullar gaplashib, dogovor hamma yo'q bo'lgan. Pullari o'rta ikki tomon kelishilgan. Masalan, notariusga borilganda qanaqadir cheklovlar bo'lib qolgan yoki ikki tomon o'sha yerda bo'lgan qanaqadir kichkina elementar narsaga kelishuv bo'lmay qolgan. Nima masalan, misol uchun notarius to'lovlari ham bo'lishi mumkin-a? Notarius to'lovlari elementar narsa. Shunday holatlar bo'lgan. Klient, ya'ni oluvchi oldi sotish shartnomada yozilgan summa bo'ladi-da o'zi. O'sha summani polni, men beradigan summani polni ko'rsatib berasan deyilganda. Ya'ni u polni ko'rsatib berasan, nalog chiqadi, boshqa narsa bo'ladi. O'shani kelisha olmasdan ba'zi joylarda atmen bo'lib ketib qolgan vaziyatlar ham bo'lgan. Shunaqa, ichki anaqalar bo'lib qolgan. Lekin notariusga borganda ham uyda dokumenti hamma yo'q. Ba'zi bir insonlar, qo'shtirnoq ichidagi insonlar o'zini notariusiga borib o'tkazishga aniq qilinganda, borganda o'zimiz ham tekshirganimizda qanaqadir cheklov bo'lib qolgan. To'siq bo'lib qolgan. O'shani ham bekitib o'tkazadigan insonlar bo'lib qolganda, ayrim bir insonlar shunaqalari bor.
Shu joylardan ishda to'xtagan. Mana shunaqa vaziyatlar bo'lib qolgan dikda. Juda ko'p emas. Qiziqarli. Sanoqli, ha. Zo'r. Firibgarlarga duch kelganmisiz? Firibgarlar ham bormi? Umuman uy sohasida endi hozir masalan firibgarlar deganda men novostroykalar endi qaysidir ma'noda bor. Novostroykalar quriladi. Novostroyka qurilgandan keyin oxiriga borilganda dokumentiga qarasa yo u avtostoyankaga, shu gastinisaga unaqa berilgan bo'ladi, ruxsat berilgan bo'ladi-da. Unga 12 etaj uy qurishadi yoki 9 etajlik dom deb ruxsat olib 12 etaj quriladi-da, kadastr bo'lmaydi. Endi bu ham o'sha qurilish kompaniyalari hozirgi davrda keng tarqalgan firibgarligida. Agar eshitganimiz hozirgi paytda ancha-muncha novostroykalar hozir sinov tushib qoldi. Sabab mana shunga o'xshagan muammolar. Ya'ni hozir oluvchilar ko'pchilik puliga qiziqadi-ku, sotib oluvchi mijozlar puliga arzonroq bo'lsin bo'ldi, sirasi borib olaman deydi. U xato fikr u. Men uni ma'qullamayman. Chunki arzon joyda har doim nimadir muammosi bo'ladi. Eng yaxshisi shu ozgincha qimmat bo'lsa ham, lekin ishonchli joydan olgan yaxshiroq. Chunki har xil novostroykalar bor hozir. Masalan, men hammasiga ishonmayman. Juda sanoqli anaqalar bor, novostroykalar bor. O'zi aytgan vaqtida aytilgandek qilib topshirib beradigan novostroykalar bor. Bular ko'pini taniyman masalan. Endi qo'l bilan sanab bersa ham bo'ladi, lekin uncha ko'p emas ular. O'zi nimasiga e'tibor berish kerak novostroyka tanlash paytida? Novostroyka tanlashda birinchi lokatsiyasiga e'tibor berish kerak, keyin dokumentlariga e'tibor berish kerak. Baribir beradigan shartnomalar bo'ladi, o'shalarni ko'rib chiqish kerak hammasi. O'zi ko'rsa bo'ladimi, yuristga ko'rsatsa ma'qulroq? Yurist bilan ko'rsatsa ham bo'ladi. Eng to'g'risi menimcha yurist bilan ko'rgan yaxshiroq. Chunki yurist dokumentalniy sohasida juda ko'proq anaqada ega. Nima deydi, praktikaga ega. Ko'proq narsani tushunadi. Ko'pchilik insonlar to'g'ridan-to'g'ri borib oladi. Puli arzonroq bo'lsa bo'ldi, borib olishadi. Xato narsa. Shartnomani tushunmaslikda. Ha, shartnomani tushunmaslik. Huquqiy savodxonlik kamligini Shunaqa. dalilida bu. Shunaqa desa ham bo'ladi. Zo'r. Sizni o'zingiz o'tkazgan anaqa klientlar bo'lganmi mijozlar? Bo'lgan. Unaqalar ko'p desa ham bo'ladi. Chunki mana shu bir marta ishlaganman. Ya'ni o'zimizda qanaqadir xafa qilib ketgan klientlar bo'ladi-ku. O'zimizning uslugamizni bermagan. Lekin biz ulardan ko'p katta narsa talab qilmaymiz. Biz kelishuv bo'yicha ikki tomonning roziligi bilan bizga beriladigan summasini kelishamiz. Lekin даже o'shanda ham undan ham даже kam bermoqchi bo'lib harakat qilingan klientlar bordi. Yoki bizani men joy ko'rsatganman qanaqadir klientga, realniy klient, olmoqchi bo'lgan klient. Mensiz u joyni olgan klientlar ham bo'lganda. Ular menga qayta aloqa chiqsa, ular bilan ishlashni rad etganman. Shularda qaytarganman. Uy egasi bilan primoy gaplashadi ular, to'g'ri? O'zlari qidirib topishadi. Bor shunaqa insonlar. Men joyni ko'rsataman, harakat qilaman, u uchun xohishi bo'yicha topib beraman-ku, o'zi xohlagan narsani. U klientni o'zi aylanib egani topmoqchi bo'ladi-da. Topib даже gaplashgan holatlari ham ko'p bo'lgan. Lekin uni biz o'zimizdan xabardor bo'lganmiz. Shunaqa klientlar chiqib qolgan. Ular menga yana qaytadan aloqa qilsa, o'sha hammasini atkazib berganman. Chunki ulardan ishlaganda foyda yo'q-da. O'z kayfiyatingizni tushirgansiz qoladi. To'g'ri. Oddiy odam uy olayotganda eng katta qanaqa xatolar qiladi o'zi? Mana uy deganda faqat novostroyka nazar tutmaylik, umuman uy olganda. Xatolar birinchi lokatsiyasida tanlashda xatolik qiladi. Masalan, hammaga narxida, biz o'zbeklarda bilasiz-ku, narx arzon bo'lsa bo'ldi, sirazi olishadi-ku. Narx arzonligiga qarashadi. Lokatsiyaga uncha muhim ahamiyatga ega bo'lmay qoladi. Masalan, chetroqdan kelgan odamlar bo'ladi-ku. Hatto u Toshkentda o'zida yashaydigan odamlar baribir lokatsiyani biladi hamma yo'g'ini. Sensordan olishga harakat qiladi. Narx masalasida arzonroqmi, o'sha arzon bo'lsa joyni olsam deydi. Lekin lokatsiya har tomonlama neudobniy bo'ladi. Eng muhimi lokatsiya qarash kerak. Keyin uyni tanlashda bilish kerak. Siz uy olyapsiz, yaxshi video, oynalar yaxshi tomonga qaragan bo'lish kerak. Shu yerga e'tibor qilish kerak. Uyni tanlash deganda aynan qanaqa faktorlar bor? Mana yaxshi uyni tanlamoqchiman-da, nimalarga e'tibor berishim kerak? Uyni tanlashda birinchi o'sha aytganimda lokatsiyasi, birinchi o'rinda lokatsiyasi. U olayotgan joyingizda udobstvolari. Qaysi tomonga yaqin? Sentrga hamma tomonlama yaqin bo'lishi kerak. Uyni o'ziga keladigan bo'lsak, unda remontiga yaxshi e'tibor berish kerak.
arzonchi narsa ishlatilgan bo'lsa, menimcha u olmagan yaxshiroq. Uni bilib farqlasa bo'ladimi arzon narsa ishlatilgan? Bo'ladi. Masalan, devorga ishlatilgan har bitta mahsulotni ham uni ushlab ko'rganda biladi. Endi masalan, men o'zim bilaman. Endi oddiy insonlar bilmayman, u qanaqa biladi. Lekin tajribali realtorga murojaat qilishsa, даже men o'zim shuncha yildan beri yurganman, bilaman. Remont qanaqa ishlatilgan, taxminan necha pul rasxod bo'lgan. O'shalarni bilib bemalol ular xohlagan narsani topib bera olaman. Bir ikkisi qimmat bo'lishi mumkin, lekin yaxshi joydan topib bera olamiz. Zo'r. Uyni tanlashda o'sha demak birinchisi lokatsiyasi yaqin bo'lishi kerak, ikkinchisi oyna yana nima narsalari bor? Uyingizdagi oynalari prямо bu bizda yoz payti issiqroq bo'ladi-ku, prямо quyoshga obeddan keyin tushadigan quyoshlar bo'ladi-ku, o'sha qaramagan bo'lishi kerak. Ertalabki quyosh tushsa yaxshi. Obeddan keyin tushadigan quyoshga sal nima deydi, noqulaylik. Juda uy isib ketib qoladi, o'sha tomonlama. Lekin uyning remontiga, ishlatilgan mebel jihozlariga, devorga ishlatilgan mahsulotlarga shularga e'tibor berish kerak. Asosan. Shamol aylanishini qanaqa qilsa bo'ladi uyda? Shamol aylanishini endi skvayznak uylarda yaxshi. O'sha qanaqa farq qilsa bo'ladi skvayznak bilan? Sizga qanaqa tushuntirsam? Yon tomonlama tushgan uylar bo'ladi-ku. Masalan, quyosh bu yoqdan chiqyapti. Shamol asosan quyosh chiqadigan tomonlarda bo'ladi-da. Shu tomonga va bu tomonga qaragan uyni olganimcha ma'qulroq deb o'ylayman. Chunki shamol aylanishi yaxshiroq bo'ladi o'shanda. Ya'ni quyoshning chiqayotgan tarafi va botayotgan tarafiga qarab tursa, o'shanda skvayznak yaxshiroq bo'ladi. Endi men o'zim ham eshitdim, tanishlardan ham bordi olganlar. Olganlarda keyin olgandan keyin shamol yaxshi aylanmas ekan. Biz shu aniq qilmagan ekanmiz, qishda olib qo'yganmiz. Qishda shamol bo'lmaydi-ku. Qishda olib qo'yganmiz, qishda issiq edi. Keyin o'sha ancha vaqt o'tib mana yozda yashab ko'rayotgan paytimiz bilsak, shamol aylanmas ekan. Ikki tomonga qaragan uyni olgan yaxshi. Ikki tomonlama uyga qaragan uyni olgan yaxshi. Shamol aylanishi yaxshi bo'ladi. Bir tomonlama uy bo'lsa, unchalik shamol yaxshi aylanmaydi. U yoqdagi ikki tomonga qaragan, ya'ni skvaznak uyni olsa, bu yoqda bitta oyna ochib qo'ysam, bu yoqda bitta oyna ochib qo'ysam, shamol bemalol yaxshi aylanadi. Zo'r. Hozir mana novostroykalar qurilyapti-ku. Ulardagi ya'ni pishiqlilik bilan, chidamlilik bilan eski sovet davrida shu zilziladan keyin qurilgan uylarni qanaqa farqi bor edi? Hozir qurilayotgan novostroylarda pishig'ishda qurilayotgan novostroyga olgan yaxshi. Chunki hozirgi paytda ko'pchilik baland novostroyga qurilyapti-ku, 10 etajdan baland joylar. Bu yoqda gazoblok, penoblok shunga o'xshagan mahsulotlar ishlatilyapti. Ular darshi chidamliligi unchalik yuqori bo'lmaydi. Pishig'ishda qurilgan uylar bo'lsa, umrbod. Uzoq vaqt xizmat qiladi. Har qanday zilzilaga ham ancha chidamli bo'ladi. Endi materialga qarash kerak endi. Shunaqa. Realtorni o'zini tanlashda nimaga e'tibor berish kerak? Odamlar realtor tanlamoqchi. Xo'p, realtor tanlashda endi har xil realtorlar bor. Masalan, yosh realtorlar bor, yosh kattaroq realtorlar bor. Tajribali realtorni tanlashni maslahat beraman, chunki tajribali realtor sizni nima deydi? Dunyoyingizga kelib chiqib, siz xohishingizdan kelib chiqib, siz tomonga ishlab beradi. Ba'zi bir yoshroq realtorlar bor, masalan, shoshqaloq realtorlar bor, yosh chiqib keladigan pokoleniyalar. Ularga o'z maqsad bitta fokusga qaratilgan bo'ladi-da, shu klientni bitirsam, pul olsam bo'ldi, ketdim degan narsa bo'lib qoladi. Ya'ni juda yosh realtorni anaqa tanlashni maslahat bermayman. Yangi yosh realtorlar bo'ladi-ku, unchalik anaqa qilmayman. Menimcha bu joyda anaqa. Ya'ni tajriba deganda oldin nimalar qilishi o'shani so'rab olish kerak-da. Shunaqa. Tajribalisan bo'lish kerak. Toshkentda qaysi hududlar marketingda chiroyli, lekin yashashga yaramaydi? Marketingga masalan misol tarqatadigan bo'lsak, Sergeli tomonlar bor, Yunusobod qaysi chekkaroq joylari bor. Bunda qaraganda tinchroq ko'rinadi. Tinch joy, yaxshi joy ko'rinadi, lekin udobstvo juda yomon. Ya'ni bu shaharga ichkari tomonga, sentrga kelib ketish yaxshi bo'lmaydi. Sal noqulaylik, probkalar, bizda bilasiz, probka ko'proq bo'ladi. O'sha probkalar sal boshni og'ritib qo'yadi. Lokatsiya faqat sentrdan olgan maslahat beraman. 3 ta lokatsiya o'zi yaxshiroq, Yakkasaroy bor, Mirzo Ulug'bek bor, Shayxontohur, Mirobod. Yunusobodda ham chetlari emas, sentrlari bor. Shulardan olish maslahat beraman.
Demak, marketingda chiroyli deganda endi o'zi mana hozir qurilayotgan novostroykalar bor-ku, masalan, reklamalarni ishlatayotgan payti bog'cha bor, maktab bor. Misol uchun reklamalarida nimagadir yaqin, masalan, mana bu joyga metrogacha bor yo'q 6 kilometr, metrogacha bor yo'q 5 kilometr deyiladi-da. U misol uchun ko'rgan odamga, videodan ko'rgan odamga yoqimli tuyuladi-da. Shunaqa. Lekin yoqimli ko'rinadi, lekin o'zi aslida u yoqni yaxshilab o'rgansa, sal udobstvo xunukroq bo'ladi. Ya'ni sentrga kelib tishuv, probkalar, ish joyingizga ham даже o'z vaqtida yetib bora olmaysiz. Xohlagan joyingizga xohlagan vaqtda yetib bora olmaysiz. Ko'rinishda aytilishdan juda ham udobstvo zo'r ko'rinadi. Arzon uylar qachon qimmatga tushadi? Arzon uylar. Xo'p, arzon uylar. Masalan, o'zi mana narxini arzon degani, misol uchun kimlardir biz o'zimiz bilganlar oddiy uy chiqib qoladi, nima deydi, reklama qilinadi. Men o'zim ham Instagramda ko'rib qolganman-da, 27 ming dollarga bir xonali uy topib qo'ydim yoki 40 ming dollarga 2 xonali uy topib qo'ydim deydi-da. Lekin uni olgan odamlarning ba'zilari olgandan keyin pushaymon bo'lib qoladi-da. Garyachi tur bo'ladi-ku, turlarda garyachi turlar. Borda, bunaqada ham o'zim ko'rib qo'yganlar. Endi ularga nima desam, arzonchi joylar har doim arzon narsa tatimas deydi-ku. Shunga o'xshagan qaysi dokumentida qandaqadir muammo bo'ladi. Ya'ni uni joy egasi sotib olgan ancha oldin, dokument, ya'ni застройкani ham bitirib bermayotganligi uchun sotayotganlar bo'ladi. Yoki novostroyga yashayotgan bo'lsa ham, odamlar yashayotgan bo'lsa ham, qaysidir joyi ularga udobstosi yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun arzon sotayotgan bo'ladi. Unaqa joylar olgan odamga qimmatga tushadi. Eski uylardancha mana Instagramdan ko'rib qolaman-da, 40 ming dollarga 2 xonali uy topib qo'ydim ham joydan deydi misol uchun. To'g'ri, bu baland etaj bo'lishi ham mumkin. Ham endi to'g'ri, unga agar bir tarafdan qarasak, klient o'ziga, uyning egasiga misol uchun pul zarur bo'lib qolayotgan paytda haqiqatda sotayotgan bo'lishi mumkin. Lekin undan boshqa holatlar ham bo'lishi mumkin-da. Xo'p, eski uylarni olayotganda baland etaj masalan 4 etaj, 5 etajgalar bo'ladi-ku. Ularni eng baland etajdan olish menimcha noto'g'ri. Chunki o'shalarni arzon sotishadi-da. Bu yerdagi odamlar narxini aniq qilib, o'ylab, ya'ni arzon beryapti deb olib qo'yishadi. U ya'ni chiqib tushayotgan yosh kattalarga chiqib tushayotganda u juda ham noqulaylik tug'diradi. U qimmatga tushadi keyin. U sotayotganingizda ham keyin sotishingiz juda qiyin bo'ladi. Baland etaj qiyin. Ha, baland etaj qiyin. Ya'ni mana bu eski domlarda baland etaji qiyin. Lifti masalan 12 etajni 11-12 etajlari misol uchun lift bo'lsa, lekin ishlamay qolishi mumkin liftni. Har xil force majorlar bor-da eski domda. Endi hozirda yangi liftlar o'zgartirilgan-ku, baribir ham buni bilib bo'lmaydi. Unaqa zo'r liftlar hozir unaqa qurilmaganda, shuning uchun unaqa bo'lmaydi. Sal noqulaylik tug'dirib qo'yadi. Hozir 2025-yilning mana eng oxirida turibmiz-da. Hozir uy olsa to'g'rimi yoki ozgina kutsak narx tushadimi? Hozir olib qo'ysa bo'ladi. Chunki keyingi yilga dars yana oshib boradi. Ya'ni o'sha eng oshadigan o'z joylar bor. Juda eski domlar emas. Hozirgi novostroykalar yoki oldinroq qurib bo'lgan novostroykalar. Hozir olib qo'ygan maslahat beraman, chunki keyingi yilga dars yana oshib boradi. U tushadi degan gaplar hammasi yolg'on, chunki hozir ko'p joyda qurilish taqiqlandi. Ko'p joyda qurilishlar to'xtatilyapti. Shu sababli qurilib bo'lingan joylarda o'sha hamma oladigan odam tayyor joy olgisi keladi yoki bitgan joy olgisi keladi. Ularning avtomatik narxi oshadi. O'sha hozirdan oshib boryapti. O'tgan yil, mana shu yil boshidagi narxlar hozir yo'q umuman. O'sha 20 ming, 25 ming dollar o'sha oshgan pribilda turibdi. Chunki yil sayi, kun sayi oshib boryapti narxlar. Demak, 2026-yilda ham Toshkentda narxi tushmaydi? Yo'q, tushmaydi. Dalcha oshib boradi hali yana. Eski domda tushishi mumkin. Hamma ishonadigan, lekin siz biladigan yolg'onlar qaysilar? Hamma ishonadigan, hozir chiqyapti-ku, masalan, keyingi yil narx tushib ketadi yoki mana 1 oydan 2 oydan keyin narx tushib ketadi. Bu narsalar yolg'on. Chunki uni hali hech kim to'liq prognoz qo'ygani yo'q tushib ketishiga. Lekin hozirgi men statistika bo'yicha ko'ryapman, narx даже oshib ketyapti hozir. Narx juda shiddatli oshyapti. U lekin
atrofdagilar ba'zi bir odamlar bor. Qaysidir viloyatdan keladiganlar bor. Bir umid bilan keladigan insonlar bor-da, masalan, uy olaman deb, yaxshi joydan uy olaman niyat qilib keladiganlar bor. Ular keyin bu gapni eshitganda kutadi. To'xta, anaqa narx tushar ekan-ku deyshadi. Lekin narx oshgandan keyin ular olishga желание tug'ilib qoladi. Narx ular o'ylagandan ko'ra qimmatlashib ketib qoladi. Agar bugun noldan boshlasangiz, nimani boshqacha qilardingiz menda shu sohada? Shu sohadami? Shu sohada noldan boshlaganimda birinchi tajribali insonni yoniga shogirdlikka tushib ishlagan bo'lardim. Imенно realtorlik sohasida. Chunki men birinchi boshlaganimda hech kim menda qanaqadir ustoz bo'lmagan, boshida hech kim menga hech narsani o'rgatmagan. O'zim harakat bilan atrofdagilarni ko'rib, o'rganib narsa qilganman-da. Birinchi bu ishni boshlasam, yaxshi tajribali ustozni oldiga borib, shogirdlikka tushib ishlagan bo'lardim. Boshida. Zo'r. Yosh oila uy sotib olish uchun joyni qanaqa tanlash kerak? Yosh oila. Yosh oila. Hozirgi yoshlar tabiatan har xil tabiatli yoshlar bo'ladi. Bir tabiatli yoshlar faqat aylanishni, sayohat qilishni hamma xohlaydi-ku. Ayrimlar tinchroq joyni xohlaydi. Imkon qadar yaxshiroq lokatsiya, yaxshi sentrroq joydan, yaqin joydan olishni maslahat beraman. Chunki chiqqanda ham yosh oila chiqib aylanib yurgisi keladi, bolalari bilan aylangisi keladi. Chunki bolalar nima xohlaydi? Aylanib yurgisi, ko'chaga chiqgisi keladi. Va bitta domda siqilib qoladi bola o'tirgansa. Chiqib parklarga borgisi keladi, har tomonga borgisi keladi. Shuning uchun imkon qadar udovstosi yaxshiroq joydan olishni maslahat beraman. Hozirgi yoshlarga. Udovstoga qarash kerak. Udovstoga qarash kerak. Endi mana hozir nechta bolasi borligiga qarab qanaqa xonalarni farq qilsa bo'ladi? To'g'ri olish kerak. Ya'ni agar 3 ta bolasi bo'lsa, deylik, bir qiz yo 2 o'g'il yo 2 qiz bir o'g'il bo'lsa, ularning xonasini отдельно qilib 4 xonaga mo'ljallagan yaxshi bo'ladi. Agar bir qiz bir o'g'il bo'lsa, ularning xonasini отдельно qilib bergan yaxshiroq. Chunki baribir sal noqulaylik bo'ladi. Ya'ni 3 xona uyda sal siqilib qoladi. Baribir hammasini o'zining xonasi bo'lgani yaxshi. Shuning uchun 4 xona qilganni maslahat beraman. Imkon qadar. Budjetdan kelib chiqib. Sizni boshqa realtorlardan nima ajratib turadi? Ajratib turadigan narsa, endi hamma realtorni har xil dunyosi bor. Masalan, men borini boricha aytib beraman. Klient xohlayotgan narsani boricha aytib beraman. Ularga klientga o'zi xohlagandan-da yaxshi narsani taklif qilishga harakat qilaman men. Ya'ni u nima xohlayapti, undan ham yaxshiroq joyni topib berishga harakat qilaman. Narxi sal qimmatroq bo'lishi mumkin yoki meni xizmatim sal qimmatroq bo'lishi mumkin insonlarning ko'zida. Lekin u xohlagandan-da ziyoda narsani taklif qilaman men. U uchun ishlab beraman men. Ya'ni realtor bir tarafga ishlash kerak, to'g'rimi? Shunaqa, bir tarafga ishlash kerak. Men asosan klientlar tomon ishlab beraman. Ya'ni klient nimani xohlayotgan bo'lsa, qanaqa xohlayotgan bo'lsa, shu tomonga maksimal ishlab beraman men. Ya'ni uy egasi tomonidan emas, yo boshqanasi tomonidan, faqat klient tomonidan emas. Ikki tomonga ham ishlashga harakat qilaman, lekin birinchi klientni polniy o'rganib, nima xohlayotgani, xohishiga qarab variantlarni taklif qilaman. Keyin xohlagan narsani topib bera olaman. Ikki tarafga ham ishlaydigan naqalar bormi? Realtorlar masalan, uyni egasidan ham pul oladi-da, klientdan ham pul oladi masalan. Bor. Unaqalar ham bor. Endi men tajribam davomida sanoqli unaqalarga duch kelganman. Anaqa bekitishadi. Uy egasidan olayotganini uy egasi menimcha xohlayapti, taqalgan qo'liga shuncha xohlayapti, klient bersin bizga degan narsalar bo'ladi. Ya'ni har xil manyovrlar bo'ladi. Shunaqa holatlarga ham duch kelganmiz. Bunaqa realtorlar bir 5-6 tasi shunaqa duch kelganman. Baribir u narsani men o'zim sezib qolganman va u noto'g'ri narsa. Bir tomondan ishlash kerak. Ya'ni xizmat uslugini bir tomondan olish kerak. Ikki tomonni maslahat bermayman. Zo'r. Nima uchun siz bilan ishlash qimmatroq o'zi? Men bilganim, masalan, hamma realtorni o'zining joyi bo'ladi-ku. Masalan, qaysidir uslugani. Kimdir faqat arzon uylar bilan ishlaydi, kimdir o'rta, kimdir qimmat uylar bilan ishlaydi. Nima uchun siz bilan ishlash qimmatroq? Men o'rta uydan qimmat uygacha ishlayman. Arzon uylarga juda ishlamayman. Arzon uylar degan nimadan tushunasiz?
eski uylar bor, o'shalarni nazarda tutyapman. O'rta uydan qimmatroq uyga ishlayman, chunki bu yoqda hamma o'zi komfortni xohlaydigan insonlar keladi. Shuning uchun men qimmatroq joyni taklif qilaman ularga. Yana ham komfortnisi yaxshi bo'lsin deb qimmatroq joylarni taklif qilaman. Shuning uchun men bilan ishlagalar sal qimmatli tuyulishi mumkin, lekin dalshi yashashini men o'ylab, artimolimni o'lchab keyin taklif qilaman ularga. Shu tomonlama sal qimmatli bo'lishi mumkin. Sizni prinsiplaringizga zid bo'lgan taklif bo'lganmi? Bo'lgan. Endi bunda qanaqa biz realtorlar o'zaro ichki tizimda bo'lgan. Ya'ni buni menimcha qilamiz, ustiga menimcha qo'yib ishlaymiz degan narsalar bo'lgan. Ba'zi bir sanoqli realtorlardan shunaqa taklif kelgan. Lekin men u narsani anaqa qilganman, отказ qilganman. Chunki u hech qanaqa to'g'ri narsa emas. Demoqchimanki, 150 minglik joyni 130 mingga tushirib, klientga 150 mingga o'tkazish degan narsalar takliflar kelganda, masalan, misol tariqasida aytaman. U narsalarga men anaqa nima desam, atmen berganman, отказ berganman, chunki noto'g'ri narsa u. Agar klient ham eshitib qolsa, bilasan, bizdan ranjib qoladi. Xunuk holat bo'ladi. To'g'ri. Kim bilan ishlashni o'zi yoqtirasiz? Xo'p. Kim bilan ishlashdi? Qanaqa tabiatli odam bo'lsa yaxshi o'zi? Qanaqa tabiatli deganda, har xil tabiatli insonlar bor-da. Masalan, xushchaqchaq insonlar bor. To'g'ri so'z insonlar bor. Men shu insonlarni yaxshi ko'raman, menda borini aytadigan insonlarni yaxshi ko'raman. O'shanaqa bilan maza qilib ishlagim keladi. Masalan, u fikrini to'liq menga aytib beradigan insonlar bilan ishlashni yaxshi ko'raman. Chunki nima xohlayotganini menga 100% aytsa, men xohlaganday narsani yaratib bera olaman-da. Shunaqa insonlar bilan ishlab maza qilaman. Ba'zi bir insonlar bor, ichidagini 100% aytgisi kelmaydi. Shu ichidagini polni yoritib bersa, menga nima xohlayotganini, qanchaga, qanaqa joyga xohlayotganini aytsa, men o'shanga qarab ishlab bera olaman. Shunaqa insonlar aytmaydi. Biroz joy kerak deydi, bo'ldi. Andisha. Qanaqadir nimadir yashirmoqchi bo'ladi, tushunmayman. Unaqa insonlar bilan sal ishlashda qiyinchilik bo'ladi. Menda to'liq aytib bersa, unda ishlash maza qilib ishlayman shunaqa insonlar bilan. Bugun uy olishni o'ylayotgan odam nimadan boshlashi kerak ishni? Uy olishni olayotgan odam, uy xohlayotgan odam birinchi realtor tanlashda, ya'ni yaxshi tajribali realtor tanlashdan boshlashi kerak. Ya'ni u realtor unga oluvchi klientga har tomonlama, ya'ni maslahatchi ham, yaxshi takliflar bilan har tomonlama yordam beradi. Lokatsiyalarni tushuntirib o'tadi, uylarni narxini tushuntirib o'tadi, har tomonlama tushuntirib o'tadi. Realtor tanlashda adashmaslik kerak. Yaxshi tajribali realtor tanlash kerak. O'shanda ishi tezroq bitadi. Uy o'zi xohlagan joydan ola oladi. Zo'r. Podkast uchun rahmat. Xudo xohlasa ko'pchilikka manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Ishlash uchun, birga hamkorlik uchun nomerlarni bu yerda yozib qoldiramiz opisaniyada ham. Xudo xohlasa keyingi podkastlarda ham to'xtatib qo'ymaymiz. Keyingi podkastlarda ham olishda xudo xohlasa harakat qilamiz. Sizga rahmat. Salomat bo'ling. Taklif uchun rahmat, Biroshov. Rahmat. Salomat bo'ling.